Atayev Sherzod 94-yil Xorazm viloyati Qo'shqo'rg'on tumani. Tashxis non-spetsifik yarali kolik. Metodikamiz ichakni tozalash. Yara tozalanadida keyin ustiga dori qo'yiladi, to'g'rimi? Ana o'shanda ichkizayotgan dorining hisobidan o'sha yara asta-asta bita boshlaydi. Kimga qancha muddat ketadi? Biri 10 kunda, oxirgi kasallar 10 kunda chiqib ketadi. Uyga borgandan keyin rahmatini uyda aytib o'tiribdi. To ishingiz yaxshi bo'lib, vez ola boshlaganingizdan keyin ana shu mikrob bo'lmasa iloji yo'q tuzalmasdan. Bor edi kelgan, o'ng tarafda ham, chap tarafda ham. Ikkalasi ham yo'qolgan. 4 oy davomida xom narsa yemaysiz. B gruppa vitaminlari hazm bo'lishi ya'ni osonlashadi. Zarurat bo'lmasa turadi, quruq yo'q bo'lishni saqlaydi. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin.